Assalamu alaikum musulmon mirtuvanlar. Sizlar men Bazar KG kanalı. Men bugün sizlarga Jalobod shahrining sentrida turamiz. Banklarda rubl, so'm kurs, dollar o'shani ko'rsatib beraman. Hozir Keremet bank bunda tuganlar. Dollar 84, euro 95, rubl 1.13 ekan. Qozoq tengasi 15. O Keremet var, az başka bankda tartgan. Bank Kampon deydi. Kampon bu yerda 84 800 dollar, 95 300 euro ekan, 1.12 rubl, 15 Qozoq tengasi. Bu Doskredo bank ekan. Buna 84 dolar 96 euro, 1.13 rubl ekan. Bugün 11 yanvar Jalobod sentrida turamiz. Bunda Finka bank deydi. Bu yerdan bunda shunday ekan tuganlar. Like bosib, podpисаться etib qo'yingizlar.